11 ayının 10-11 günleri Yaponiya parlamentida tunji qitim Sharq Turkiston kuni nomli faoliyat o'tkazilgan. Uyg'urlarning madaniyati va Sharq Turkistonning hozirgi og'ir vaziyati tanishtirilgan bu faoliyat ko'rgazma va doklad berish shaklida o'tkazilgan. Yaponiya parlamentida o'tkazilgan ko'rgazma, guvohlik berish yig'ini va doklad berish yig'ini qatorliq faoliyatlar parlament binosining ichida xalqqa yepiq o'tkazilgan bo'lib, parlamentdagi 4 partiyadan bo'lgan ko'p sondagi parlament a'zosi ko'rgazmani ekskursiya qilgan. Shvetsariyadagi Geneva universitetida 2 kun davom qilgan 2-chi qitimliq xalqaro Uyg'urshunoslik ilmiy muhokama yig'ini 10 noyabr kuni muvaffaqiyatli oxirlashgan. Mazkur muhokama yig'inini Yevropa Uyg'ur instituti, Geneva instituti, Birosel Erkinlik Universiteti, Fransiya Davlatlik Sharq tillari va madaniyatlari universiteti qatorliq 4 ilmiy o'rin birlikda uyushtirgan bo'lib, har qaysi allardan taklif qilingan mutaxassislar mustamlikachilik va Uyg'ur tarixi temasiga bag'ishlangan maqolalarni o'qib o'tgan. Xitoy Sharq Turkistonning boyligini bulang-talang qilib, Xitoyga to'shigandan boshqa Alatau temir yo'l chegara eg'izi orqali chet elga to'shishni kuchaytgan. Tangritog' to'rining 13 noyabrdagi xabarda bildirishicha, Xitoy temir yo'li Urumchi idorasi guruhi cheklik shirkatining oshkorlashicha, Xitoy Sharq Turkistonning boyligini Alatau temir yo'l chegara eg'izi orqali chet elga to'shishni kuchaytgan. Bu yil 1 aydan 10 aygacha Alatau chegara eg'izidan o'tgan navbatchi poyezd 5193 qitimga yetgan bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 7% oshgan. Amerika prezidenti Joe Biden 14 noyabr dushanba kuni Indoneziya Bali shahrida Xitoy rahbari Xi Jinping bilan ko'rishgan bo'lib, ikki rahbar 3 soat suhbat elib borgan. Bu Biden vazifaga o'ltirgan ozkam 2 yildan beri Xi Jinping bilan tunji qitim yuz turani ko'rishishi bo'lib hisoblanadi. İki rahbar Tayvan, Shimoliy Koreya va Ukraina vaziyati qatorliqlarni muzokara qilgan. Bidenning Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati haqidagi andishlarni tilga olganligi ilgari surilmoqda. 2023-yili 1-yanvardan boshlab Qozog'iston Baku-Tbilisi-Ceyhan turbi yo'li orqali neft to'shishni boshlaydi. Qozog'iston bosh ministri Alixan Ismoilov parlamentdagi haftalik umumiy yig'indan keyin axborot bergan bayonotida neft eksportini ko'p xillashtirish uchun maxsus yo'l xaritasi tayyorlanganligini bayon qildi. Reuters agentligi Alma va Google'ning mavhum do'konlaridagi minglagan aqlli iqtidorli qo'llanishchan programmalarning o'zini Amerika shirkati deb tanishtirgan, amaliyotda Rossiya manbalik bo'lgan Pushivosh texnik shirkati tomonidan yasalganligini o'tirg'a qo'ydi. Amerika kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazi bu xabardan keyin 7 aptiki kodlarni o'chirdi.